Sizda ham shunaqa holat bo'ladimi? Gerbalife'larni ertalabdan boshlaysiz, nonushtalaringizni, hamma narsani vaqtida как будто vaqtida qilasiz, lekin kechki tomon ishtahangiz ochilib ketadi. Uzumni bo'lagidan yeb ko'raman, hech narsa qilmaydi deb bittagina yeganingizda, keyingisini yana va qarabsizki, bir tarelka uzumni yoki boshqa mevani yeb qo'ygan holatingiz bo'ladimi? Sizda hozir bormi shunaqa holat? Ko'pchilik insonlarda bu holat bor. Hozir kimdan surishtirsam, aynan kechki payt ishtahamni jilolay olmayman, nafsimga qul bo'lib qoldim deb tan olishadi. Qanaqa qilib o'zimni qo'lga olishni bilmayman. Har kuni o'zimga va'da beraman. Yo'q, endi bugun hammasi joyida bo'ladi. Hammasini o'z vaqtida to'g'ri qilaman deyman, niyat qilaman, turaman, nonushtalarimni to'g'ri boshlayman. Hammasi yaxshi ketadi. Yana obeddan keyin kechki paytga borib, shu holat davom etaveradi. Buni oqibatida vaznim ortib ketyapti. O'zimni yaxshi his qilmayman, hayolimga yaxshi emas fikrlar ko'p kelyapti deb murojaat qilyapti. O'zimda ham xuddi shu holat bo'ldi yaqin kungacha. Haqiqatan men ham kechki paytda o'zimni qo'lga ola olmay qoldim. Tansiq taomlardan o'zimni tiya olmay qoldim, bilasizmi? Shunaqa paytda kompaniya bizga feta komplekt, feta enasi yubordi. Avvalgi unchalik qiziqmadim, keyin ustozlarning darsidan keyin qiziqib birinchi kun o'zimni normamda buni ichib ko'rdim. Shunaqa holat sezdim, ishonasizmi? Shunaqa to'qlik. Yonimga eng sevimli narsamni olib kelib qo'yishsa ham qaragisi kelmaslik, xohlamaslik, ovqat haqida o'ylamaslik. Ertasi kuni aytmoqman qizlarga, bu hisni, to'qlik hissini men anchadan beri bunaqa mazza qilib tuymagandim. Rahmat, Allohga rahmat, rahmat kompaniyaga rahmat, ana shu mahsulotga juda minnatdor bo'ldim va shundan beri buni qo'ymasdan iste'mol qilib kelyapman. Nonushtadan keyin mana bu qanaqa ko'rinishda, bu aynan shu suratdagi kabi ichki xolesterinlarimiz bilan tashqi jipslashib olgan yog'larimiz bilan zo'r kurashadi. Menga bu mahsulotning eng yoqqan joyini aytaymi? Odatda biz to'g'ri qilayotganimizda yog'larimiz parchalanib, suvga parchalanib chiqib ketadi. Lekin bunda yog'larni oladi deb bizga quvvatga qaytadan ishlab beradi. Bu shu zo'r xitoyliklarni aqlida buni olib qaraganda, chunki ular chiqindilarni ham olib, qayta nimadir foydali vositaga aylantirib beradi, foydali nimadir yasab berishadi. Xuddi shunaqa bizani keraksiz bo'lgan yog'larimizni oladi, bizani undan xalos qiladi, lekin u yog'larimizni yana bizga quvvatga aylantirib beradi. Ya'ni o'zimizga ishlaydigan, o'zimizga foyda keltiradigan vositaga aylantirib beradi. Voобще zo'r. Shundan beri mana o'sha tugatyapman. Maza qilib har kuni ichyapman. Buni natijasida juda ham qabziyat muammosidan xalos bo'lishyapti. Terilari shunaqa tiniqlashgan, ko'rinishlari o'zlarining yoshlariga nisbatan yosh ko'rinishga ega bo'lgan. Buni oqibatida ob'yom bel sohalari juda ham chiroyli bo'lib kichraygan, qorindagi yog'likni ayniqsa hammamizning nozik tomonimiz bu ishtaha. Ishtahamizni jillovlab, qo'lga olib o'zimizga xizmatchi qilib berib qo'ydi mana shu mahsulot. Shuning uchun tavsiya beriladi, faqat va faqat o'zingiz mutaxassis bilan maslahatlashgan holda shunchaki bu ekan katta sotalardan olib iste'mol qilish umuman mumkin emas. Faqat mutaxassis nazoratida va maslahati bilan, balki sizga mumkin emas bo'lishligi mumkin. Buni o'shaning uchun o'z treneringizdan maslahat olgan holatda iste'mol qilish tavsiya beriladi. Shunaqa mo'jiza hozirgi kunda men iste'mol qilaman.